O'tgan safarga qo'ygan videomda pardam yo'q deb sizlarga aytib o'tib ketgandim. Eslatib bo'lsa, qizlar nimaga unaqa deyapman, hozir sizlarga tushuntirib ketaman. O'zbekda o'zbekchilik degan gap bilan vaziyatdan chiqib ketish bo'lsa, arendachilikda kamchiliksiz uy yo'q topsa. To'g'risida birisida kir moshina bo'lmasa, unisida dush yo'q qarab chiqsa. Bunisida sharoiti bo'lib, pardasi yo'q, omading chopsa. Agar xohlab ilojini qilib bersa, qarabsanki ximring yo'q, oylik to'lov kiprik qoqsa deb uylanib derazaga qarab tursam, to'g'ri domdagilarga oynadan ko'ringanim, zapal bo'lib, uyda nima kiyim kiyib yurganim ko'rinib turgan ekan. O'lsine, uyda keraksiz nima bor dedim. Ya, men bu sevardan prokatga olib turgan plastinam bordi-ki, deb qo'limga olib deraza ostiga chiqib olsam bo'ldi deb ikki yon tomonni teshgan bilib qo'ydim. Qarasam odamga o'xshab yopdi lekin. Shu joyingda to'xta. Ha, qayerda to'xtay? Qayerda to'xtarding? Plastinasini so'raganda bahona qilib qaytarmagin, joyidan to'xta. Voy qolin. Esim qursin. To'g'ri aytasan, kamiga hozir teshib ildirganimni Instagramdan ko'rib, o'zimni ham ildirib qaytar deb qolsadi. O'zimga o'zim ichimdagi ovozim bilan kelishib, meni ham ishlam kallab ketib, qo'limga telefonni shatda oldimda YouTube'ga kirib, poysikdan insofdan kalta qaytaradigan ma'ruza deb qidirib topib, Sevar Instagramiga kirib, siz bir odamga yaxshilik qilar ekansiz. Qilgan yaxshiligingizni Alloh nazdida qabul bo'lganining belgilaridan bittasi yaxshilik qilgan odamingizdan sizga yomonlik qaytadi. Nimaga? Alloh taolo imtihon qiladi. Men uchun qilganmiding, shu odamdan salom, rahmat eshitish uchun qilganmiding? O'sha odamdan rahmat eshitish uchun qilgan bo'lsangiz, qilgan yaxshiligingizni nima qilib qo'yasiz? Minnat qilib qo'yasiz. Alloh taolo minnatchining amalini qabul qilmaydi. Alloh uchun qilinadi. Yaxshilik faqat Alloh uchun qilinadi. Menga bergan plastinang imtihon uchun olingandi deb hisobladi. Videoni tagiga yozib, o'zga jo'natib gunoh qilishni oldindan olib qo'ydim. Orada xonamni ham plisdoslab chiqdim. Spalnim ustini yo'q buyog'ini to'g'rilab, to'xta plastinamni ham alishtirib yerga to'shamay, bemalol reklama qilishga spalnim bor-ku, kulishib qolsa deb. Pastel House'dan olgan yangi plastinalarimni olib obzor qilsam, zora meni ham armonim qolmasa deb suv qildim. Ko'ringlar, materialni alohida sizlarga yaqindan ko'rsatib o'tib ketyapman. Shirinligini qaranglar. Ayniqsa hozirgi havoda muzdekina ustida dumalab mazza qilib yuvib ishlatishingizga arziydi. Xiti chiqib ketmaydigan mana shunaqa pastellarni xilidan bemalol Pastel House profildan ishonchli xarid qilib olishingiz mumkin. Pastda qoldirdim profilni. Endi bir mazza qilib mana bolalarim bilan spalnida cho'zilib yotaman dedimda, shundoq oldimda bollarni olib yerga jo'tashab yotdim.